Guys, kitob ko'rindimi? Xo'p, demak, umumiy qilib tushuntirganda 53-insho turi o'zi nima? Bu insholar ichidagi eng oson insho turlaridan biri bo'lib, ya'ni siz qollarni yodlab olsangiz, muhimi yozishda qiynalmaysiz. Bu uchun sizga maksimum 30 ball beriladi. Siz 30 ball ichidan yozgan turingizga qarab, yozgan qoliblaringiz, ishlatgan qo'shimchangizga qarab Xo'p, 53-insho turi qanaqa shaklda bo'lar ekan va nimalarni biz ko'rib chiqishimiz kerak ekan? 53-insho turining kirish qismi juda ham oson va oddiy shaklda bo'ladi. Buni o'rganish uchun muhimi siz nimalar yozishingiz kerak, qaysi qo'shimchalarni ishlatishingiz kerak, shuni bilsangiz bo'ldi. Xo'p, mana bu yerda belgilangan, demak, xo'p, nima qilishingiz kerak ekan? Demak, siz birinchi o'rinda bilishingiz kerak ekan Keyguan. Keyguan o'zi nima? Keyguan degani bu o'sha tadqiqotingizni olib boradigan joy. Ya'ni qaysi joyda olib boriladi tadqiqot. O'sha tadqiqotning joyi ko'pchilik sigilarda tadqiqot joyi bo'ladi, lekin ba'zilarda tadqiqot joyi bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni tadqiqot joyi degan joyni tashlab ketadi. Ikkinchisi Taesang. Taesang degani bu nima? Ishtirokchilar. Masalan, tadqiqot olib borilyapti. Kimlar ishtirok eta oladi? Kimlarning ishtirokida bo'lyapti tadqiqot? O'quvchilarmi, masalan, Chingchangning masalan ishchilar 500 nafar deyish mumkin yoki erkaklar va ayollar 20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan 300 nafar ishtirokchilar orasida tadqiqot olib borgan bo'lishi mumkin. Xuddi mana shunaqa ishtirokchilar bo'ladi. Keyingisi bu demak, nima bo'lar ekan? Mazmun. Neyon degani mazmun, mavzu bo'ladi. Har doim mavzu sizda diagrammangizning eng yuqori joyida, ya'ni kirish qismida qavs ichida yozilgan bo'ladi. O'sha ma'noning mazmunni yozishingiz kerak. Buning uchun o'zining maxsus qolibi bor. Xo'p, eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin diagrammaga kirish. Ya'ni diagrammalar qanaqa shakllarda bo'lar ekan? Graf, ya'ni graf degani bu grafika shaklida yoki diagramma shaklida. Har xil shakldagi diagrammalar bo'lishi mumkin. Tushdi, chiqdi kabi shaklidagi diagrammalar bo'ladi. Xo'p, undan tashqari sizga yana qo'shimcha tarzda beriladi. Diagrammada siz qilishingiz mumkin, yozishingiz kerak bo'ladi. Sabab yozishingiz mumkin yoki pangan. Pangan degani bu chora. Ya'ni o'sha muammoni hal qilish usulingiz. Bularning barchasi diagrammaning ichida bo'ladi. Siz faqatgina unga qo'shiladigan qo'shimchasini o'rganib qo'ysangiz bo'ldi. Yoki chongman degani bu o'sha qanaqa shaklda kutilyapti, kelajakda mana shu tadqiqotdan keyin nima bo'lishi mumkinligi haqida gapiradi. Ushbu kitobda hammasini keyinchalik oxirlarda bitta qismlar berilgan. Xo'p, bugun maksimum o'tishga harakat qilamiz. Qayergacha o'ta olsak. Sizlar uchun maxsus tayyor shablon berishga harakat qilaman. Xo'p, demak, mana bunaqa shakllardagi diagrammalar, aylana diagrammalar yoki mana bunaqa tushdi chiqdi, yillar haqidagi diagrammalar tushishi mumkin ekan. Mana bu masalan tayyor diagramma. Ko'rishingiz mumkin, tayyor diagramma turibdi. Bunda nima qilish kerak? Men sizlarga aytgan Keyguan joy nomi.
Xo'p, ishtirokchilar, demak, Koding Hakkio Churopseng yuqori maktabning bitiruvchilari bilan bitiruvchilar ishtirokida tadqiqot o'tkazilibdi. Nima haqida tadqiqot o'tkazilibdi? Mavzu mana qarang, yuqoridagi qavs ichida mavzu turadi. Universitetdagi o'sha ishchilarning miqdori, chiyobyu degani ishsizlikning miqdori haqida tadqiqot o'tkazilgan. Demak, 2013-yildan 2017-yil bo'lgan. Bunda berilgan sabab yozishingiz kerak bo'lgan va cho'ngma, ya'ni kutilyapti. 2030-yilda tadqiqotdan qanaqa natijalar kutilyapti degan joyga yozishingiz kerak ekan. Xo'p, mana bu yerda ushbu nimani ochib chiqqan. Biz birinchi qoidasi bilan tanishib chiqishimiz kerak. Xo'p, mana bu yerda nima bor ekan? Agar siz 53-insho turini yozishda qoidabuzarlik qilsangiz, ya'ni qismlarni yozmay ketsangiz, sizga qanaqa shakldagi ballarni ayirish usullari, ya'ni tekshirish usullari haqida berilgan. Agar mana shu xatolarni qilsangiz agar, sizni o'sha siz uchun berilgan 30 ballik tizimdan minusga ketaveradi. Xo'p, bular nima ekan? Birinchisi Nayomit Kwajaya Suyon, ya'ni tarkibi va topshiriqning bajarilishi, ya'ni qay darajada siz berilgan narsalarni hammasini yozdingiz. Shunga qarab sizni tekshirar ekan. Xo'p, batafsil mavzuni yaxshi tushunib bajardingizmi? Bu uchun demak, eng yuqori ayirsa, eng ko'p xato qilsangiz 6-7 ball, 3-5 va 0-2 ball, ya'ni to'g'ri yozsangiz ayrilmasligi ham mumkin ekan. Mavzu bilan aloqador bo'lgan mazmunni yozdingizmi? Ya'ni o'zingiz ham qo'shmadingizmi demoqchi. Mazmunini boy qilib, yetarlicha boy qilib, turli xil usulda yozdingizmi? Ya'ni sinonim so'zlar, sinonim grammatikalarni ishlatdingizmi demoqchi. Tushdi, chiqdi kabi diagrammalarda, masalan, tushdi so'ziga chiqdi so'zini faqatgina Tsinga-hada, Kamso-hada bilan bermasdan, Niron-hada, Sang-sing-hada, Xorak-hada kabi so'zlar bilan berdingizmi? Mana shu qismini tekshirib ko'radi. So'z boyligi. Xo'p, keyingisi matnning o'sha tuzilish qismi. Siz boshidan kirish qismi bilan yozdingizmi, qanaqa tuzdingiz, o'shani ko'rib chiqar ekan. Demak, birinchisi nima deyapti? Kirim nomri choburo kuson henninka. O'sha nimangizning, matningizning mantiqiy tuzilganligi to'g'rimi? Ya'ni kirish qismi, undan keyin diagrammalar, undan keyin vonin, pangan, xuddi shunaqa shaklda ketganmi, yo'qmi tekshiradi. Neyonga qarab, mazmunga qarab, tallak degani bo'g'in. Nima? Abzaslar to'g'ri ajratilganmi? Bu uchun demak, yana tekshiriladi. Keyingisi bog'lanish uchun o'sha so'zlarni bir-biriga bog'lashda yaxshi bog'lar olganmi? Ya'ni so'zlaringiz bir-biriga grammatik jihatdan, ma'no jihatdan bog'langanmi? Masalan, sizga voninni yoz degan bo'lsa, siz unga panganni qo'shimchalarini qo'llab yubormadingizmi? Mana shu qismlarni tekshirar ekan. Eng oxirgisi ono sayong, so'zdan foydalanish usulingiz. Demak, eng ko'p ballingizni olib tashlashingiz sabab bo'lishi mumkin. So'zdan yaxshi foydalanmasangiz, anchagina ball yo'qotishingiz mumkin ekan. Birinchisi, cho'qchoran munpop. Mos bo'lgan grammatika va so'zlardan foydalandingizmi? Ya'ni bir-biriga ulanadimi? Qo'shimchalar va so'zlardan turli xillikni boy qilib, ya'ni turli xillikda punktlar degani boy qilib, sinonim shaklda ishlatdingizmi? Qo'shimchalarni ham sinonim qilishingiz kerak. Masalan, birinchisi voningda gi temunida bersangiz, ikkinchisiga asoso, iroine kabi qo'shimchalarni ishlatishingiz kerak. Xo'p, uchinchisi qo'shimchalar va so'zlardan imlo qoidalaridan, matchunpop degan imlo qoidalaridan to'g'ri foydalanildingizmi? Masalan, gi temunida qo'shimchasiga to'xtalsak, hamma uchun biladigan qo'shimcha. Gi temunida qo'shimchasi bu fe'lga qo'shiladigan qo'shimcha. Mana shunda siz uni yozayotgan so'zingizni fe'llashtirib, keyin uni gi temunida qo'shdingizmi? Mana shularga e'tibor berar ekan. To'rtinchisi, kyokshik degani rasmiy uslub. Ya'ni rasmiy uslubga to'g'ri keladigan sigini yozganingizga qarab sizdan baholar ayrilar ekan. Mana shu xatolarni qilmasangiz, maksimum tarzda yaxshi ball olishingiz mumkin. Chunki 53-sigi qiyin emas. Mana bu yerda insho turlarining baholanishi bor. Ya'ni yuqori insho, pastdagi insho va eng o'rta insho, eng pastdagi insho turlari. Xo'p, ana endi inshoning eng asosiy qoidalari ekan. Birinchisi vaqt. Nima deyapti? Sigi uchun umumiy tarzda sizga 50 daqiqa beriladi. Bu topik 2 uchun.
Bu savol turi uchun siz 10 daqiqadan 15 daqiqa ichida yozishingiz kerak ekan. Agar undan ko'p yozsangiz, 54-inshoot turingizni vaqtidan yutqazgan bo'lasiz. Shuning uchun ham kamroq vaqtda yozishingiz kerak. Xo'p, 200 bo'g'indan ko'p 300 bo'g'inning ichida yozishingiz kerak. O'zi sizlarga beriladigan vongoji ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni vongojingiz ham 300 bo'g'ingacha bo'ladi. Undan ko'p vongojida bo'lmaydi. Joyi shuncha bo'ladi. Mazmuni nima deyapti? Bunja esa yoguhan pajeril modu soya hamlida. Ya'ni savolni qamrab olgan savolning talablarining hammasi yozilishi kerak deyapti. Yozilishi kerak. Keyingisi berilgan ma'lumotlar yoki diagrammalar asosida yozishingiz kerak. Siz o'zingizni xohishingizga qarab, ma'lumotlarni o'zingizni xohishingizga qarab almashtirsangiz bo'lmaydi. Nima tasvirlash kerak bo'lsa, ya'ni diagrammada bittagina oddiy nuqta ham qolib ketmasligi kerak. Uni ham kiritish kerak demoqchi. Keyingisi ma'lumotlar yoki diagrammalarning barchasi, raqamlar, uning mazmunining hammasi yozilishi kerak. Hanarado bittasi ham patimion tushib qolib ketsa bo'lmaydi. Xo'p, keyingisi tanlagina tu tanlagiro soyahanda. Xo'p, abzasingiz ikkita abzas bo'lishi kerak, deyapti. Tanlag agar biror bir matn juda ham ko'p bo'lsa, bittagina xat boshdan yana qo'shib yozganingiz yaxshi, deyapti. Chungup sujud, ya'ni o'rta darajadagi so'zlar va qo'shimchalardan foydalanib inshoni yozing. Yuqori darajaga ko'tarsangiz, so'zlaringizni qo'shimchalardan yuqori darajaga ko'tarishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham sizga ham 53-inshoot turi bu chungup daraja bo'lgani uchun ham sizga chungupdan foydalan, deyapti. Kattun pyohyon bir xil iboralarni pampoq takrorlab foydalanmasdan turli xildagi iboralarni qo'llaganingiz, yozganingiz yaxshiroq. Xo'p, matnni rasmiy uslubga to'g'ri keladigan da shaklda, ya'ni hamda, masalan, chinga hetta shaklida, munocha shaklida yozishingiz kerak ekan. Shuningdek, hozirgi zamonda yozsangiz bo'lmay ekan. Chunki tadqiqot natijasi o'tib ketgan bo'ladi. Shuning uchun ham hozirgi zamonda yozsangiz bo'lmaydi. O'tgan zamonda yozishingiz kerak. Xo'p, bu yerda vongojini ishlash turlari bor. Ya'ni vongojida nima qilsangiz to'g'ri, qanaqa yozsangiz to'g'ri, qanaqa yozsangiz noto'g'ri. Buni menimcha hamma bilsa kerak. Demak, abzas bitta kirganingizda bitta xato tashlashingiz kerak, bu abzas bo'ladi. Bitta bo'g'in bitta kattaga tushishi kerak. Raqamlar bo'lsa, ikkitasi arab raqamlaridan ikkitasi juftlab tushishi kerak. Foizning o'zi bitta kattakda bo'lishi kerak. Agar bunaqa 3 ta raqam, ya'ni 3,5, 5,5 butun sonlar bo'lsa, nuqta bilan birinchi qismi bitta katakka, undan keyingi raqam ikkinchi katakka yozilishi kerak. Bularning hammasi vongojida yozish qoidalari. Sigina birdan vongojiga yozganingiz yaxshi, chunki xatolaringizni ko'rasiz. Ana endi inshoga kiramiz. Siz bilan yuqorida inshoning qoidalari bilan tanishdik. Endi inshoga kiramiz. O'zi kimdir meni eshityaptimi, guys? Men yoki o'zimga o'zim aytyapmanmi? Guys, ovozim boryapti. Meni eshityapsizlarmi? Yorobun. Ha, eshitilyapti. Okay. Kimda qanaqa savol bo'lsa, keyin savol berishlaringiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Demak, birinchi qismi bu kirish qismi bo'ladi. Kirish qismida yozishingiz kerak. Men boya aytgan ishtirokchilar, mavzu va shular ishtirokida kirish qismi bo'lar ekan. Kirish qismi qanaqa shaklda yoziladi? Siz bilan shuni ko'rib chiqamiz. Demak, kirish qismida bo'lar ekan Chosa Kiguan. Chosa Kiguan degani boya aytdim. Tadqiqot o'tkazilgan joy, obyekt. Tesang subyekt, ya'ni shaxslar. Kim ishtirokida o'tkazildi? O'sha shaxslar nazarda tutiladi. Chuje degani bu mavzu. Xo'p, endi qanaqa shaklda bo'lar ekan? Pastda yozilgan sizlar uchun mana shu yuqoridagi tadqiqotni qilib yozgan. Masalan, Hanguk sahve yonguseso qo'shimcha qo'shishingiz kerak har doim. Ya'ni qolip bo'yicha
Birinchi joy nomi, unga qo'shiladi ESO qo'shimchasi. Undan keyin ishtirokchilar shunday o'zini ko'chirasizda, patchimga qarab ilril tesangro. Undan keyin mavzu, yuqorida mavzu bo'ladi, har doim bo'ladi. Mavzu va mavzuga ham solmun cho'saral shilshi hetta. Faqat yana bitta joyga e'tibor berishingiz kerak. Agar ishtirokchilar bo'lsa, solmun cho'sa bo'ladi. Agar ishtirokchilar bo'lmasa, cho'sani o'zi bo'ladi. Mana shunisiga e'tibor berishingiz kerak. Bu kirish qismi. Masalan, mana bu yerda ishtirokchi yo'q. Faqat joy nomi bor va mavzu bor. O'sha Koreya jamiyatidagi tadqiqot natijasiga ko'ra, qariyalarning chiyobr ishsizligining miqdori haqida tadqiqot o'tkazildi. Har doim o'tgan zamonda bo'lishi kerak. Cho'saril shilshi hetta. Eslab qoling. Demak, joy nomiga qo'shamiz ESO, undan keyin ishtirokchi bo'lsa ilril tesangro, mavzuni yozamiz, mavzudan keyin ham ishtirokchiga qarab solmun cho'saril shilshi hetta yoki cho'saril shilshi hetta bo'ladi. Bu eng oddiy kirish qismlaridan biri. Kirish qismi. Demak, nima deyapti mana bu yerda? Cho'sa kiguan joy nomiga ESO qo'shilar ekan, ilril tesang bo'lmasa ETH cho'sa hetta yoki ETH cho'salar shilshi hetta qo'shishingiz kerak ekan. Mana bu yerda siz uchun yana sinonim shaklda qoliplar bor. O'zim uchun boshqacha tuzib olaman deydiganlar uchun. Demak, chilmul haja ango taron pansigro cho'sa hetta. Boshqacha qilib tuzishning usuli ekan. Ilril cho'sa hetta desangiz bo'ladi. Nimadir haqida, nimanidir tadqiqot qilindi, cho'sa qilindi. ETH cho'salar shilshi hetta. Nimadir haqida tadqiqot qilindi. Ilril cho'salar shilshi hetta deyish xato ekan. Ilril bo'lmaydi, bo'ladi. Shuning uchun ham buni xato deb ketgan. Demak, mana bu yerda sizlar uchun misollar bor, yorobon. Buni o'qib ko'ramiz. Hozirgi yuqorida qolib bo'yicha galma-galdan o'qiymiz. Asli yozishlaringiz kerak. Dars tugagandan keyin kim xohlasa yozib tashlasa, men tekshirib beraman. Lekin hozirchalik vaqtimiz kam bo'lgani sababli o'qib ko'ramiz. Kim o'qimoqchi bo'lsa, aytsa o'qiydi galma-galdan. Kirish qismi xatolaringizni tuzatib beraman. Ovozingiz yaxshi kelmayapti-da. Kim o'qishni xohlaydi? Guys. Men o'qib ko'raman. Aha, o'qingchi Tohir Shik. Birinchisini o'qingchi. Chalon, 상으로 동사 solmun cho'saril shilshi hetta. Majayo. Ana shuni yodlab olishingiz kerak. Nasib dars tugagandan keyin men sizlar uchun aynan qayergacha o'tsak, o'sha yergacha bo'lgan qolib taqdim etaman. Bemalol ko'rib yodlab olsangiz bo'ladi. Xo'p, ikkinchisini kim o'qib ko'radi? Guys. Men o'qib ko'rsam maydimi? O'qing. Yoqsa munja yonguso. Yo'q, unday emas. Men bergan qolip bo'yicha burdan o'qishingiz kerak-da. Xo'p, qolip men hozir o'rgatdim-ku, mana bu yuqorida qarang, mana bu yerdagi ishlatishingiz kerak. ESO joy nomiga nisbatan tesangro, oxirida mavzuga ETH solmun cho'saril shilshi hetta shaklida ishlatishingiz kerak. Tushunarlimi? Mana buni o'zingiz uchun screenshot qilib olsangiz ham bo'ladi. Kirish qismi uchun. Ikkinchisi, agar sizga tesang, ya'ni ishtirokchi bo'lmasa agar ishlatishingiz uchun. Shunga qarab o'qishingiz kerak. Xo'p, harakat qilib ko'ramizmi qaytadan? Tashi ham bo'l. O'zingiz juda past kelyapti-da bizaga. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Men o'qib ko'rsam bo'ladi? Muhammad Qodirshi o'qib ko'ringchi.
ve hidayatdan boshqa Aha, bo'lmasa Qudratillo shu o'qib tursinlar. Faqat ovozimizni sal balandroq, yaqinroq kelib gapiramiz. Ovozlari juda past kelyapti. Yaxshi. Aha, boshlang. Qudratillo shu. Ikkinchisi. Yoksa munje Yonguso eso. Yonguso eso. Akseng myong eto. Tesangero. Myongil tesangiro. Aha. Gil tesangero. Yoksa inshik e bolang. Shiltiye tehan. Tehan. Solmun chosaril shishi hetta. Solmun chosaril shishi. Mazay, ana shunday bo'ladi. Xo'p, hamma darsimiz tugasa vazifa qilib beraman. Kim xohlasa yozib tashlasa, tekshirib beraman qaysi qo'shimchani qayerda ishlatishingiz kerak. Xo'p, kim davom ettiradi? Kim xohlaydi yana o'qib ko'rishni, guys? Xatolaringizni to'g'rilab beraman. Kim o'qiydi? Ko'rmayman. Hech kim o'qimasa o'zimiz o'qiyveramiz. O'qinglar, kim o'qimoqchi? Bunkan Guanli, Chikchangmin, Namyo, Myong, Ipek, Myongul, Tesanro, Chikchangmin, Bunkan Guanli, Ehan, Solmun, Hetta. Ana shunday. Demak, 4-sini o'qidik. Solmun chosaril shilshi hetta. 3-sida qanaqa shaklda bo'lar edi, yo'q-bu? Aha, tesang yo'qligi uchun kim o'qimoqchi edi hozir? O'qisin. Qiz bola kimni o'zi keldi? Tonkejomeso. Okay. Chokul ingu pionharil. Pionhwai etehan. Etehan. Chosaril shishi hetta. Majayo chosaril shishi hetta bo'lar ekan. Chunki bu yerda tesang yo'q. Shuning uchun ham chosarni o'zi bo'ladi. Solmun chosa aniyeyo. 5-si. Kim o'qiydi? Hozirgiga o'xshab, guys. Aha, o'qing. 농정 경제 연구원에서 Aha. 농업 소득 변화에 대한 주사를 실시했다. Chosaril shilshi edi. To'g'ri. Chunki tesang bunda ham yo'q ekan. Tushunarli bo'ldimi? Yorobun kirish qismi qanaqa bo'lar ekan? Sizlarga boshqa manbalardan kirish qismi topib tashlasam yoza olasizlarmi endi kirish qismini? Yozamiz. Aha. Demak, davom ettiramiz. Chunki vaqtimiz kam, ko'proq narsa o'tishimiz kerak. Kirish qismi tushunarli bo'lgan bo'lsa, ne? Hozir draftdayu sun'iy chingam tejo bor. Taqqoslash bor, tingam tejo bor. Xo'p. Hozirgi epigraf o'tamiz. Imkon qadar o'tamiz, harakat qilamiz ko'prog'ini o'tishga, chunki imtihonga bir haftagina vaqtimiz qolgan. Shunaqada. Da, harakat qilamiz ko'prog'ini o'tishga, men harakat qilaman, lekin yaxshiroq qolib berishga. Xo'p, demak, mana bu grafikaning turlari, qanaqa grafikalar tushishi mumkin? Global tushayotgani mana bu ikkinchisi tushyapti. Tushdi chiqdi uncha tushmayapti. Asosan ikkinchisi bilan 5-si tushyapti. Keyin strelkaliklar tushyapti. Juda ko'p strelkaga ishora qiladiganlar tushyapti ekan. Demak, Ingu Pionhwa aholining o'zgarishi qanaqa yozyapti? Ingu Pionhwa etehe solmun chosaril shilshi hetta. Ya'ni ishtirokchiga qarab yozishingiz kerak. Xo'p, bu joylari bizga unchalar kerak emas. Bizga kiradigan asosiy joyi kerak. Xo'p, mana bu yerda demak, birinchisi bu yonsib muncha bergan sizlar uchun mashq qilib ko'rishlaringiz kerak. Nima qanaqa mashq qilib ko'rishlaring kerak ekan? Xo'p, mana bu yerda tushuntirgan. Demak,
Munhua havodan 30% jamoatda. Xo'p, bu tartib haqida gapiribdi, ya'ni sun'iy haqida gapiribdi. Birinchi o'rinni egalladi, ikkinchi o'rinni egalladi shaklidagi diagrammalar uchun. Ya'ni bu to'g'ri keladi, mana bu yuqoridagi mana bu diagrammaga to'g'ri keladi. Yoki mana bu diagrammaga to'g'ri keladi. Boshidan, kattasidan boshlab kichikka qarab ketishingiz kerak. Mana bu diagrammaga, ya'ni yuqoridagi faqatgina mana bu diagrammaga to'g'ri kelmaydigan, 3-diagrammaga to'g'ri kelmaydiganni 3 va 6-diagrammaga to'g'ri kelmaydi aytgani va mana bu yerda sizga o'rgatyapti qanaqa qilib yozish kerak. Xo'p, birinchi o'rinni egallabdi. Qanaqa shaklda? Birinchi o'rinni egalladi, ya'ni mana shu narsa eng ko'p bo'ldi diagrammada deyishingiz uchun qanaqa shaklni ishlatsangiz bo'lar ekan. Otni olasiz, o'sha ot, qanaqa ot bo'lsa, o'sha otni, unga i qo'shimchasini qo'shasiz, foizini yozasiz. Foiziro qadam manatta yoki nopatda eng balandi bo'ldi. Qadam nopga natanatta eng balandi bo'ldi. I viril chajiyetta birinchi o'rinni egalladi shaklida. Hozir pastda yana yaxshiroq tushuntirgan variantlari bor buni. Ikkinchisida ham ikkinchi o'rinni egallab uchun qanaqa aytishingiz kerak. Demak, birinchisi siz 34% bo'lgani uchun birinchi o'rinni egallagan, ikkinchisi 25%, siz unda ikkinchi o'rin bo'ldi deyishingiz kerak. Toning opsoso, pulning yo'qligi. Demak, pulning yo'qligi 25% bilan ikkinchi o'rinni egalladi deyishingiz kerak. 2.0 manatta ikkinchi o'rinda ko'p bo'ldi demoqchi. Yoki nopatta, twirl iyotta undan keyingi o'rinni egalladi. Ya'ni siz birinchisini aytib bo'lgansiz, o'sha ikkinchisiga kelganda undan keyingi o'rinni egalladi demoqchi. Ikkinchisi oxirgisi i viril tajihetta ikkinchi o'rinni egallabdi. Bu yerda nima bor ekan? Uchinchisi uchun, ya'ni ba'zi holatlarda yana 4 talik bo'lishi ham mumkin, ko'proq bo'ladi, 3 tadan ko'proq bo'ladi. O'zi sun'iy nayonning qolvi bor. Demak, iliril konkangil vihe deyapti. Konkangil vihega har doim i ga qo'shishingiz kerak. Salomatlik uchun deganlar 30 nafar, 30 ta shaxs. Eng pasti bo'libdi, Kajang najatda. Kajang natga natanatda eng pasti bo'ldi. Hammasi eng past. Yoki mana bunisi ham eng yaxshi variantlardan bittasi, uchinchisi. Kajang najin gosro chosatiyotda eng pasti bilan tadqiqotda joy egalladi demoqchi. Undan tashqari yana qolganlarga qo'shsangiz bo'lar ekan yoki 3-o'rinni egalladi shaklida ham yozsangiz bo'ladi. Qolganlariga yana agar sizga yana davomiy kelsa, mana shularni ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerda nimani o'rgatyapti? Iliril chajihetta bo'ladi deyapti. Iga chajihetta bo'lmaydi deyapti. Ya'ni mana shu o'rinni egalladi deyishingiz uchun iliril, masalan, mana bu yerda yozgan edi mana. 3-o'rinni egalladi. Siz mana shu yerda yana 3-o'rin degan so'zni yoki 2-o'rinni ishlatmoqchi ketamiz. Demak, sizlarda osh tutishning so'zlari bor. Osh tutish uchun qanaqa so'zlarni ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, birinchisi birinchi oyda boshlanish, demak bu boshlanish diagrammasi ekan, boshlanyapti. Birinchi oyda o'sish boshlanyapti deyapti. Birinchi oydan putto boshlab o'sish boshlandi deyapti. Yoki birinchi oydan boshlab tushish boshlandi. Sizlar birinchi o'rinda tushdi, chiqdi, mana shunaqa so'zlarni sinonim shaklida ishlatiladigan darajada ko'prog'ini yodlashingiz kerak. Ya'ni qaysi so'zlar tushdi deya, qaysi so'zlar oshdiga ishlatishingiz uchun. Demak, pyonhua o'zgarish. 3-oygacha o'sdi-yu, daga o'sayotib, o'sib, kamsohagi shijaketa tushish boshladi, tushishni boshladi. 3-oygacha tushdi-yu, chingahagi shijaketa, keyin o'sdi demoqchi. O'sishni boshladi. Ya'ni tushib chiqdi ifodalayapti. Endi bunisi tejo, taqqoslash uchun ekan. Namja va yojaning holati. Bularni yana pastda bor. Qaytadan har birini o'zi ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, namjaning yigitlarning holati chingahan fan, ya'ni o'sdi-yu, aksincha qizlar tushgani tadqiqot qilindi. Qizlar tushdi. Yigitlar o'sganiga qarshi, depane qarshi qizlar tushdi. Xo'p, keyingi insho turi, bu insho turlarining bo'yicha sizga aytyapti.
maksimum darajada o'sgan bo'lsa, demak 7-oyda deysiz, o'sha oyni o'zini yilini yoki oyni olasizda, illyotda 7. Ya'ni qanchaga yetgan bo'lsa, o'shani yozishingiz kerak. Mana shuncha bo'ldi demoqchi. Bularni yozib olsangiz yaxshiroq, yaxshi qolipchalar. Xo'p, yoki totaretta, taretta shaklida ishlatsangiz bo'ladi. Kachi chingahetta, mana shungacha oshdi. Masalan, 70% gacha oshdi. Bunisi tushtuniki. So'zlarni yozib olishlaringiz kerak. Pulgohetta, kamsohetta, momurotta, kichotdaga to'xtadi degani kichotda. Demak, mana bunisi o'sdilar uchun, yetdilar uchun bular tushdi. Ana endi birinchi qolibimiz ekan. Sun'iy nayol. Sun'iy nayol shaklidagi insho turi qanaqa bo'lar ekan? Sun'iy nayol bu tartib bilan yozish. Ya'ni boya aytganimdek, kattasidan kichigiga qarab kelasiz. Diagrammaning katta foiz ko'rsatkichidan kichkina foizga qarab kelish bu sun'iy nayol bo'ladi. Birinchi o'rinni egalladi, ikkinchi o'rinni egalladi shaklidagi qolip. Xo'p, qanaqa shaklda bo'lar ekan? Har doim mana bu chosak yolg'at so'zi kirish qismi bo'ladi. Ya'ni siz uje yozdingiz, kirish qismini boya aytgan, o'rgatgan joyimni yozib keldingiz. Mana shu joyda, mana shu ishtirokchilar ishtirokida ushbu mavzuda tadqiqot o'tkazildi deysiz, nuqta. Undan keyingi qismiga keldik endi. Demak, tadqiqot chosak yo'lga ta'rimyon degani tadqiqot natijasiga qarasak, xo'p, tadqiqot natijasiga qarasak nima bo'pti? Ta'rimyon, mavzuni olasiz. Shunday yuqorsa mavzusi bo'ladi. Har doim shunday mavzuni olasiz, mana bu mavzuni. Unga qo'shasiz innin, mana. EU bo'lgani uchun EUnin bo'lgan. Unga innin qo'shasiz. Bu qolib, kim xohlasa o'zi uchun yozib olsin. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Chosak yo'lg'a ta'rimyon yoki chosak yo'lg'a salpopomyon. Undan keyin mavzu. O'zlari uchun qolib tuzib olinglar. Undan keyin mavzu. Xo'p, hozir. Demak, undan keyin mavzu bo'lar ekan, undan keyin birinchi eng katta foizdan boshlab kiramiz. Demak, mana shu yerda eng katta birinchi katta foizimiz mana choqson va tarin ommu. Eng baland foizimiz choqson va tarin ommu bo'lgan. O'sha mavzuni shunday nomini olamizda, unga qo'shamiz ekan iga. Unga iga qo'shamiz. Va necha foizni egallagan bo'lsa, o'sha foiz ko'rsatkichini yozamiz. 38%. 38% bilan qajang nopkin atanatda bo'libdi. Ya'ni eng baland joyni egallabdi. Nima bo'ldi? Tadqiqot natijasiga qarasak, yangi ishchilarning ishga kelish sababi choqsongua tarin ommu bilan 38% bilan eng baland joyni egallabdi. Nuqta. Ioso undan keyingi foizni yozamiz. Demak, 38 dan keyin 25 ekan bizada. 25 ni yozamiz. Innation pujok. Undan keyin ham iga qo'shimchasini patniga qarab ishlatishingiz kerak. Demak, undan keyin iga foizini yozamiz. Bu qolib yodlab olinglar. Demak, undan keyin xo'p, foizini yozamiz. 25% bilan ikkinchi o'rin vergul chochiq. Chochiq degani bu o'sha tashkilotga moslashuvchanlik. Moslashuvchanlik 21% bilan 3-o'rinni egalladi. O'zi sizlar uchun qolipga kiradigan qismini ataylab pushti rangda berib qo'ygan. Patchiga qarab faqat uni o'zgartirib yozib olsangiz, sun'iy nayolni o'rgangan bo'lasiz. Majimagro deyapti. Oxirida majimagro yozilishi kerak. Majimagro indan kuange insoniy munosabatlar 16% bilan qajang natga natanatda eng past joyni, ya'ni eng past ko'rsatkichini egalladi deyapti. Tushunarlimi? Qaranglar, sizlar uchun qolip qismini chizib beraman. Chosak yo'lg'a ta'rimyon. Demak, unga qarab innin qo'shasiz. Eng katta foizini yozib, unga qarab ga yoki i. Necha foiz bo'lsa o'sha foiz yoziladi. Undan keyin ro qo'shimchasi, ro yoki iro. U ham patchimga qarab, masalan, bir xil diagrammalarda miyong so'zi turgan bo'ladi. Miyong bo'lsa miyong ro shaklida qo'shishingiz kerak. Patchimga qarab. Demak, mana bu qolib qolgan qismi. Qajang nopga natanatda yozilishi shart.
Yo'so yoziladi. Undan keyin ikkinchi foizning nomi qaysi foiz bo'lsa o'sha foiz. Unga qo'shiladi i yoki ga qachimga qarab. Yana ro ikkinchi o'rin qolipda bor. Keyingisi uchinchi katta bo'yicha, uchinchi kattalik bo'yicha i yozamiz. Mavzuga qo'shamiz i'ni. Ro uchinchi o'rinni egalladi qolipda bor. Xo'p, demak, majmagro yoziladi agar 4 talik bo'lsa. Agar 3 talik bo'lsa, shu bilan tugaydi. Majmagro yoziladi. Undan keyin oxirgi faqatgina farqi oxirgisini yozayotganingizda i'ga emas, nun qo'shishingiz kerak. Innunni bittasi. Patimga qarab, i'ga qo'shilmaydi. Oxirgisiga innun. Demak, uning kichkina foizi qajang natga natanatda qolibda bor ekan. Sizlar uchun tayyor shablon bo'ldi. Faqat qayerda nima qo'yishni yaxshilab videodan keyin, dars tugagandan keyin yana ko'rib chiqsalaringiz bo'ladi. Demak, mana bu aylana diagrammani tasvirlab chiqdik. Keyingisi nima bo'lar ekan? Keyingisida endi chosak yo'lga tarmiyon bilan salpo pomen ikkalasi sinonim. Xohlasangiz bunisini ishlating, xohlasangiz buni ishlating. Qaysi birini yodlab qolishingiz oson bo'lsa, shuni ishlatganingiz ma'qul. Ikkinchisi endi grafika haqida gapiramiz. Demak, chosak yo'lga tarmiyon qolib biz uchun mana bu yerda mavzu yozilgan mana. Pastda yozilgan mavzu. Ko'ryapsizlarmi, yarabu? Demak, ichi kishi qadang tunyohage kvaryohanin got ekan, got. Gotga inning o'zi qo'shilgan, goshin, bu ham yozilishi kerak. Undan keyin eng katta foizdan boshlab qarang. Eng katta foizdan boshlab kichkinasiga qarab ketishlaringiz kerak. Demak, eng katta foizimiz bu nima ekan? Hozir nima mavzu so'rovnoma o'tkazilibdi? Ish joyini o'zgartirishdagi eng muhim bo'lgan tomonlar, eng muhim e'tibor deb olinadigan tomonlar haqida tadqiqot o'tkazildi deyapti. Ommu choqson, ya'ni mehnatga layoqatlilik 33% bilan, mana bu qoliplarni chizib ketay. I qolipda bor. Foiz bilan qajang nopki natanatta eng yuqori o'rinni egallabdi. Ioso qolib yongpong. Yongpong degani bu nima degani? Ish haqqi, maosh. Demak, maosh unda i'ga tushamiz va ikkinchi o'rin. Maosh degan javob 26% bilan ikkinchi o'rinni egallabdi. Undan keyin kunmu hwakyong. Ish muhiti. Ish muhiti demak 23% bilan 3-o'rinni egalladi. Mana shu yergacha qolib. Oxirgi o'rinda pokchini faoliyat, ya'ni sizning faoliyatingiz 18% bilan eng pastni egallagani tadqiqot qilindi deyapti. Tagga chizilgan qismlarim bu qolib yozilishi shart bo'lgan joylari, qolganlari shuni diagramning ichidagi o'zini raqamlarini olib qo'ygan. Yozlab olsangiz juda yozishga oson qolib 53. Mana bu yerda yana o'zi uchun kimdir yuqoridagi qolibga moslasha olmasa tuzib olsa bo'ladi. Chosak yo'lga tarmiyon yoki chosak yo'lga salpopomiyon aniq yoziladi. Undan keyin mavzu nomi qo'yiladi. Innin iro. Innin mavzuga innin qo'shasiz. Xo'p, demak, birinchi o'rinni egalladi, ikkinchi o'rinni, uchinchi o'rinni egalladi va oxirgi o'rinni egalladi. Mana shu yerdagi qo'shimchalardan foydalanib, o'zlaringiz uchun tuzib olsalaringiz bo'ladi. Xo'p, guys, mana bu yerda yonsiblar bor. Chosak yo'lga tarmiyon deb siz uchun boshlanishini berib qo'ygan. Kim o'qishni xohlaydi? Hozirgi berilgan qolip bo'yicha birinchi o'rinni egalladi, ikkinchi o'rinni egalladi shakliga kim qo'yib bera oladi? O'zi kimdir meni eshityaptimi yoki o'zimga o'zim ijod qilyapmanmi? Guys, agar qiziq bo'lmasa aytinglar. O'qingchi. Birinchisini qanaqa qilib hozirgi bergan qolibim bo'yicha, uni lekin qolibni yodlab olish kerak. Eng yaxshi usuli. O'qing, men to'g'rilayman keyin xato yo'qda. Cho'sak yo'lga tarmiyon. Jogin. Kungongil hiso. Bihesoga. Pasoga. Kungangil hiso. Uship. Ku posentro. Kinatanata. Majayo. Ioso. Bihesoga.
oshib oshib. oshib bosim turib Ivi. virgül Vergul, ivi vergul. virgül keyinchi Keyin chvimi hwaldongul veheso. Veheso. Hop, samshib yuk posentro. Sam viril chaji hekta. 3-o'rinni egalladi. Tugadi. Qiyinmi guys? Qiyinmi yorobun? yo'q Demak, yozsa bo'ladi. Ne? Siz topik masterda dars bermaysizmi? Shunday? Men o'quvchingizman. Yo'q, tanimar ekanman sizni. Siz ham o'sha yerdami? Mana shu yerda. Keyinsa men o'qib ko'ray. Chusak yo'lga. O'zi panyo tongul nima degani? Hay o'qing. Chusak yo'lga, salpak yo'lga, panryot, tunmun, chanchonin, tabugi, sengi, gottaga, kajanukka, Majayo. tamro, ili, keyingi so'z. Mana cho'ttami? Mana cho'tta. Aha, mana cho'ttaga. Qirg'i choyzro, yo'tta. Okay. Majimajiro, viru, turuq yapamiz. Verium. Yolg'izlik. Talle, kajan, go'zro, chusatvi, o'tta. Aha, chosa tuyotda. Eng past natija bilan tadqiqot qilindi deyilyapti. Xo'p, mana shu sun'iy nayonni qanaqa yozish tushunarli bo'ldimi, guys? Tushunarli bo'lgan bo'lsa davom ettiramiz. Qo'ygan mana bu nimalar qolyapti. Men kanalga tashab qo'yaman vazifa sifatida. Kommentariyada yozib qo'ysalaringiz tekshirib beraman keyin. Mana bu ikkita bajaryapmiz, qolgani qolyapti-ku. Taqqoslashlardi. Ha, hozir shunga o'taylik deyapman-da. Boshdan bu 53 ni boshidan kirdik-ku. Ikkitasidan o'tdik, ikkitasini yozdik. Yana ikkitasi qolyapti-da bu yerda. O'sha ikkitani uyga vazifa sifatida bo'ladi. Xo'p, demak, sun'iy tejon endi. Boya kimdir mendan so'rayotdi bular haqida. Qiyoslash, taqqoslash haqida gapiramiz. Sun'iy tejon nima degan ekan? Demak, sun'iy tejon bu taqqoslash. Ikkita holatni taqqoslaydi. Masalan, qanaqa holat tadqiqot o'tkazildi? Elektron kitoblar yaxshimi yoki bu o'zimdan misol, elektron kitoblar yaxshimi yoki naqa qog'oz variantli kitoblar yaxshimi degan mavzu tadqiqot o'tkazildi. Elektron kitoblar yaxshi deganlar, masalan 2023-yilda 10% bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda 70% gacha ko'tarildi. Qog'oz kitob yaxshi deydiganlar aksincha buncha edi, tushdi. Xuddi mana shunaqa holatda, ya'ni sizga taqqoslash diagrammasi beriladi. Hozir biz taqqosladik, elektron kitoblar va qog'oz kitoblarni taqqosladik. Xuddi mana shunaqa ikkita predmet ni taqqoslaydi. Yoki mana bu yerda yozilgan namja yoja, yigitlarning holati va qizlarning holati. Ikkita holatni bir-biriga taqqoslaydi. Qariyalar va yoshlar yoki 20 yoshdagilar va 30 yoshdagilar. Xuddi mana shunaqa taqqoslash diagrammasi bu. Sizlar uchun bunda ham hozir qolip shakliga tagiga chizib o'rgataman. Hop guys, boshladik. Demak, nima haqida tadqiqot qilinibdi?
Kirish qismi o'sha Chosa Ko'lga Tarmiyongacha bo'lgan qismi boya birinchi dars o'tganimiz, birinchi martada. Bu o'sha undan keyingi diagramma. Demak, nima haqida o'tilibdi? Sun'iy tejo bu taqqoslash, qiyoslash degan o'zbekchada. Dayoti Pangpop dieta usuli haqida tadqiqot o'tkazilibdi. Bunda qizlar va yigitlar bo'yicha gapiribdi. Qizlar nima degan, yigitlar nima degan? Demak, qizlar ko'p, yigitlar qizil. Taktika chizib beraman hozir sizlarga. Demak, Chosa Ko'lga Tarmiyon har doim bo'ladi. Undan keyin mavzuga indin qo'shasizlar, har doimgidek. Unga mavzuga demak indin qo'shamiz va yozasizlar. Mana bu yerda kimning holati? Yojami, namjami yoki mana 20 yosh, 30 yoshmi? Shunga qarab yozishingiz kerak. I kyongu yoziladi, обязательно. Yojaye kyongu. Demak, tadqiqot natijasiga qarasak, dieta usulida qizlarning holatida deyapti. Shiksa chori I yoziladi. Prosenti necha foiz bo'lsa mana bu yerdan ko'rib yozasizlar. Mana shiksa 47%. Xo'p. Ro kajang iyosogacha qolib bu bir xil. O'zgarmaydigan qism. Demak, bu yozilishi shart. Nima deyapti ekan? Dietani nazorat qilish degani, shiksachol degani ovqatingizni nazorat qilish. Demak, ovqatni nazorat qilish 47% bilan eng baland o'rinni egalladi qizlarda. Sport, undon, undan keyin iyoso, undan keyin sport 41%, vergul. Tikpiyol program, maxsus programmalar, ya'ni masalan, ozish programmalar bo'lishi mumkin. Shunaqa programmalar 12%. Sonoro natanatta. Sonoro natanatta degani tartibni egalladi, keyingi o'rinlarni egalladi deyapti. Xo'p, nuqta. Demak, qizlarni ta'sirlab bo'ldi mana. 4 talarni, 3 tani, 3ovini ham aytdi. 47 dan boshladi, undan keyin undonni aytdi, undan keyin tikpiyol programni aytdi. Ana endi bunga qarama-qarshi deyishingiz kerak. Iva talli yoki iva pane. Bu aniq yoziladi. Iva talli yoki iva pane yoki panmiyone. Unga qo'shilar ekan, kimning holati? Yigitlar ana endi. Bizda qizni bo'ldik, yigitni yozishimiz kerak. Namjanin unga indin qo'shamiz. Namjada qaysi bir eng yuqori bo'lgan? Undong 72 bo'lgan. Demak, sport undongni yozamiz. Unga igani isini qo'shamiz. Iro 72% ro. Kajang nopassimyo eng baland bo'lib deyapti. Tamuro undan keyin shiksa chojol ya'ni dietani nazorat, ovqatni nazorat qilish 17%, maxsus programma 12% bilan keyingi o'rinlarni egalladi. Sonro tarigi natanatta. Undan keyingi o'rinni egalladi. Tushunarli bo'ldimi? Taqqoslash. Birinchi bittasini taqqoslab kirasiz, keyin ikkinchisini. Yoja bo'lsa yojani birinchi, keyin namjani aralashtirib taqqoslash bo'lmaydi. Ana endi ikkinchisini qilamiz. Xo'p, ikkinchisi ikkita alana diagramma bo'libdi. 20 va 30 yoshdagilar o'rtasida o'tkazilibdi. Nima mavzu o'tkazilibdi? Chunki hage senga qanin vimo yoso. Xo'p, tashqi ko'rinishning o'sha omillarini muhim deb o'ylaydiganlar haqida o'tkazilibdi. 20 yoshdagilar nimani muhim deb o'ylaydi, necha foizi? 30 yoshdagilar nimani necha foizi muhim deb o'ylar ekan. Xo'p, demak, Chosa Ko'lga yana o'sha qolib, Chosa Ko'lga Tarmiyon, Salpopomiyon muhim deb o'ylaydigan tashqi ko'rinishning yoso unsurlari, unga indin qo'shamiz mavzuga. 20 yoshdagilarning holatida mana 20 yosh, birinchi 20 yoshdan kiryapti. 20 yoshdagilarning holatida olgul 100 ga qo'shyapti, lay bo'lgani uchun olgul i. Olgul 59 mana bu yerda yozilgan. 59% bilan birinchi o'rinni egallab Chajhessimyon, undan keyin Tamiro mome degani figura. Nima deydi o'zbekchasiga? Tashqi ko'rinishmi? Tashqi ko'rinish 20%, pibu teri 17% bilan Sonoro Irachotda. Undan keyingi o'rinni egallabdi. Aksincha, Panmione aksincha 30 yoshni gapiradi endi. 30 yoshdagilarda tashqi ko'rinish 44% bilan eng baland bo'lsa, undan keyin Tamuro teri 31%, olgul 21% dan keyingi o'rinlarni egalladi. Tariki natanati deyapti.
Tushunarli bo'ldimi? Taqqoslash. Birinchi bittasini taqqoslaysiz, keyin ikkinchisini taqqoslaysiz. Mana bu yerda qoliblari bor. Ya'ni o'zingiz uchun ko'rib olsangiz bo'ladi. Demak, tadqiqot natijasiga qarasak, mavzu unga indin qo'shiladi. Sun'iy tartib tejo taqqoslash, yana keyingi tartib 2. Ya'ni birinchi otizni yozasiz. Mana yoja dedim. Yoja kyongu nima eng balandligi bo'lsa, o'shani yozib, kajang nopki natanatta yoki kajang gosro natanatta. Xo'p, undan keyin hammasini sanab ketasiz. Nechinchi o'rinlarni egallagan bo'lsa, qaysisi ta'miro bilan davom ettirsangiz bo'lar ekan. Hozir qolipda ko'rdik. Ikkinchi o'rinni egalladi. Masalan, tashqi ko'rinish degan javob undan keyingi o'rinni egalladi shaklda yozsangiz bo'ladi. Undan keyin yigitlarni tugatgandan keyin qizlarga o'tayotganingizda panmyone, ivatallik, ya'ni panmyone ham qarama-qarshi, ivatalli, ivapani hammasi bir-biriga qarama-qarshi degani. Bunga qarama-qarshi ravishda deb aytsangiz bo'ladi yoki aksincha demoqchi. Aksincha yigitlar bunaqa qildi deganda ishlatsangiz bo'lar ekan, guys. Undan keyingisi, ya'ni ikkinchi holatni tasvirlashingizda ishlatasiz. Xo'p, mana bu yerda siz uchun yonsib issoya. Kim harakat qilib ko'radi? Xohlasangiz birinchisini men shunchaki o'qib beraman, eslab qolishlaringiz uchun. Kim yozishga harakat qilib ko'radi? Aytishga, to'g'ri. O'quvchilar qilish kerak-da uni. Shu o'quvchilar kim harakat qilib ko'radi deyapman-da. Yorobun. Yozib tashlab berish qulayroq. Yozib tashlab tekshirib beraman. Xo'p, qaranglar. Nima bo'ldi? Hozir o'zimizga qaytib kelyapti. Nimaga meniki qaytib kelmayapti-ku? Bilmadim. Jiming turinglar deganida bu, guys. Demak, qaranglar, bittasini namuna sifatida qilib beraman. Qolganlari bir juda ko'p. Yana 2, 3, 8 tami shunday bor adashmasam. Yo'q, bu keyingi mashq 8 ta ekan. Buni keyingisini qilib berasiz. Birinchisini o'qib beraman, чтобы audioni ko'rib qaytadan qilayotganingizda sizlar uchun osonlik bo'lishi uchun. 조사 결과에 따르면 지줄 과련 위망 상황은 늘리고 싶은 항목은 경우, demak, birinchisi 10분 항목은 경우, qaysi biri eng ko'p ekan? Ranglari buncha xira buni. Xo'p, 여행mi eng ko'pi? 경우 여행이 38%로 가장 높게 나타났으며 이어서 자기 개발 27%, 건강 20%, 호흡 20%, 주의미가 15% 순으로 나타났다. 반면에 줄이고 싶은 항목의 경우 미식 30%로 가장 높았으며 다음으로 통신 4%, 의료 17%, 식품이 9% 순으로 다르게 나타났다. Demak, birinchi qolipga qo'yib, shunaqa bajarib tashlashlaringiz kerak menga. Men tekshirib sizlarga javobini keyin joyda tekshiraman. Siz mana bu yerda xato qilgansiz, bu yerda xato qilgansiz deb izohlab beraman. Davom ettiramiz, guys. Chunki vaqtimiz kam. Ketdi bu. Keyingisi Chingam Pyeonhwa. Chingam Pyeonhwa nima ekan? Chingam degani bu ko'tarilish. Ko'tarilib tushish. Chingam degan narsa o'zi Chinga hada va kamso hada so'zlarining birinchi bo'g'indan kelib chiqqan. Ching va kam.
ko'tarilib tushishdagi o'zgarishlar haqida gapiradi. Demak, mana bu narsa bu yilda ko'tarildi, bunisi tushdi deb turadi. Mana shu haqida qanaqa bo'lar ekan? Xo'p, ore kwangek sun. Xo'p. Hozir. Demak, kwangek sunin haqida gapiradi. Demak, bu yildagi tomoshabinlarning miqdori. Xo'p, kirish qismi 1 xil, cho'saqlarga tarimyon, mavzuni olamiz, unga indinni qo'shamiz, mana bu yerdan boshlab ketamiz. Demak, 7-oyda. 7-oyda nima bo'pti, shu haqida gapiramiz. Tomoshabinlar nima qildi? 7-oyda, keyin guys, mana bu yerdagi tanvisi qolib ketmasligi kerak. Har doim e'tiborli bo'linglar. Har xil bo'ladi. Mana tanvisi bunda myong, ya'ni nafar ekan, shaxsga nisbatan. Myong bo'lishi mumkin, prosenti bo'ladi, dallo bo'ladi, dollar, won bo'ladi, har xilcha bo'ladi. Mana shu narsa qolib ketmasligi kerak. Har xil diagrammaning har qaysi qismida yozilgan bo'ladi. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar. Demak, o'sha tomoshabinlarning miqdori 7-oyda deyapti. 91,000 nafardan 8-oyda 87,000 nafar, 9-oyda 72,000 nafar. Xo'p, 10-oyda deyapti, 68,000 nafarga kamso hetta tushibdi mana. Davomiy tushibdi. Bu eng osoni. Buni sal yuqoriroq variant qilib yozsangiz ham bo'ladi. Masalan, kamso hadani yoniga kesok desangiz ham bo'ladi. Davomiy tushdi, chunki oyma-oy tushib keldi. Demak, kamsolarni joyiga qaysi so'zlarni ishlatsangiz bo'ladi, mana yodlab oling o'zingiz uchun. Hadeb kamsolar demasdan, ya'ni boyroq qilib, yuqoriroq qilib, har xilcha qilib ishlatish uchun. Churotda, churotirotda, hammasi bular tushdi degan. Keyingisi yana tadqiqot qilamiz. Endi nima haqida tadqiqot qilamiz? Endi mana bu yerdagi 63 p'lar qolmasligi kerak. Mana sunvisi mana bu yerda yozilgan buni. Tanvisi, myong. Tadqiqot natijasiga qarasak, appaga huachik hozir. Xo'p, demak, tadqiqot natijasiga qarasak, ota-onalarning o'sha ta'tilga qo'shimcha to'laydigan pul haqida gapiradi. Iyongjan qo'shimcha puldan foydalanuvchilar, bolaning oladigan qo'shimcha puldan foydalanuvchilar. Mavzuga indin qo'shamiz, yilni yozamiz, mana yil. Yilni yozamiz niyon, undan keyin necha ming bo'lgan? O'sha nafar, miyonga esa 2017-yilda 4400 nafarga inyon sai deyapti. 1 yil orasida, ya'ni 2017 ni aytyapti. 1 yil orasida deyapti. Inyon sai 63%ni, ya'ni 63% ga oshib, katta miqdorda oshib, chinga esim yo. 2018-yilda tashi yana 36% ga oshib 6000 nafarga yetibdi. Ya'ni davomiy oshibdi. Endi o'sha puldan foydalanuvchilar miqdori oshibdi. Xo'p, keyingisi misemonji degani bunaqa mayda qum shamolchalari, mayda qumchalar. Mayda qumchalarni tadqiqot qilishibdi. Buni tanvisi, demak, prosenti ekan. Cho'saqlarga tarimyon, mavzuga qo'shamiz, innin. Keyin 2005-yilda neon qolibda bor. Mana shu foizdan 2010-yilda 46% ga oshdi. Oshdi, nuqta. Lekin qachon lekin ishlatsangiz bo'ladi? Mana oshib tushdi-ku yoki tushib oshdi. Mana shunaqa holatda orasiga lekin ishlatsangiz yaxshiroq chiqadi. Lekin 2013-yilda 23%, 2017-yilda 10% ga tushdi. Oshdi-yu, lekin tushdi deyapti. Mana bu oshib tushdi diagrammasi. Salkap pyongdong. Salkap degani unaqa quruq, nima deydi? Pishmagan guruch, xom guruch. Xom guruchning narxi haqida. Narxining o'sha o'zgarishi. Demak, buni sunvisi mana men aytdim, bu har xil bo'ladi. Vom ekan, mana vom qolib ketmasligi kerak. Tadqiqot natijasiga qarasak, o'sha xom guruchning narxi 2013-yilda 17,688 vondan 2017-yilda mana shuncha gacha von kaji gacha totaretda yetdi. Lekin ihu undan keyin katta pog'iro miqdorda oshib
2018-yilda 17 minggacha ko'tarildi, olatda bo'ldi. Oshdini mana qarang, birinchisi chingani ishlatdi, ikkinchisi olatdan ishlatdi. Ya'ni sinonim shaklda ishlatyapti. Faqat bitta chinga demayapti. Shuning uchun oshdilarni bir nechtasini yodlab olish kerak. Keyingisi, demak 5 xil shaklni o'rgatyapti. Hozir orqasida burdining yonsiplari bo'ladi buni. Xo'p, demak, yongdopyol yillik hisobotlarga ko'ra, yillik ish natijalariga ko'ra 3-oydagi, ya'ni mart oyidagi ishsizlikning darajasi haqida gapirar ekan. Shiropyullikning ishsizlikning darajasi foizda gapiradi. Cho'sakolga tarmiyon qarasak, 3-oyda o'sha, xo'p, 3-oyda mart oyida ishsizlikning darajasi mavzuga indin qo'shamiz. 2015-yilda 4% dan 2016-yilda 4.2% ga oshdi. Mana 2015-yilda 4 bo'lgan, undan keyin mana bu yerga oshgan. Endi lekin chunki tushdi undan keyin, shuning uchun lekin aytgan. Lekin 2017-yilda 4.1% ga tushib, kamsohat tettaga nuqta qo'ymaslik uchun bog'layapti. Tushib, beyibni ishlatyapti. Tushib 2018-yilda 4.5% gacha tashi yana oshdi. Demak, mana bularni oshdilarga yodlab olsangiz bo'ladi. Nirotda, Nironatda, Olatkada, Nopachotda hammasi oshdi. Sangsin hada bor, Xorak hada bor, oshdilar. Chingal hada hammasi oshdi. Mana bu yerdagi tushdilar bor edi buni. Mana Churotda bularni tushdiga yodlab qo'ysangiz bo'ladi, yorobun. Xo'p, kimlar bor ekan, bu yerda nima ishlar qilishyapti ekan? Xo'p, mana bu yerda qoliplar bor. O'zingiz yozib mashq qilishingiz uchun. Mana bu yerda ushbu hozirgi o'tganimiz bo'yicha mashqlar bor. Tadqiq natijasi oshdi tushdilarni yozishingiz kerak. Juda oson bu. Bu qaytgacha bilasizlarmi? Bu 8 tami, 9, 12 tami shunday edi desmasam. Mana shu yergacha ekan. Demak 8 ta yonsibi bor buni. Mana shularni bajarib yozsalaringiz yana ham yaxshiroq tushunasizlar. Xo'p, demak bizda qoldi Chingam Tejo. Chingam Tejo endi boyagi xuddi o'sish va tushishni taqqoslaydi. O'sish va tushishni taqqoslar ekan. Chingam Tejoda. Menimcha bugunga yetarli, yorobun. Yoki davom etishimizni xohlaysizlarmi? Davom eting, ustoz. O'zimni onlayn darsim ham borda, guys. Bo'lmasa jon deb davom ettirardim. O'zi bitta mana shu turi qoldi. Undan keyin keladi sizlarda Vonin EU. Mana buni yozilish tartiblari bor, taqqoslashni. Bu ancha mashqli, yuqorida ham anchagina mashq bo'lib ketdi. Agar darsimizda faol qatnashsalaringiz, ertadan keyingi kun, seshanba kunimi? Seshanba kunida davom ettirishim mumkin. Agar faol qatnashib, men bergan vazifalarni, mana shu yozinglar deganimni faol bo'lib reaksiya bosib yozsalaringiz, davom ettirib, yana как bir soatda ancha narsa o'tib qo'yishim mumkin. Voninlarni ham o'tishim mumkin. Yetamiz. Vonin, taychaklargacha yetamiz. Savol bor edi. Hozir? A? Savol bor edi. Ne? Eshitamiz savolni. Mana shu bajarganimni kommentariyada yozib qoldirsangiz ham bo'ladi, lichkamga tashlasangiz ham. Kommentariyada yozib qoldirsangiz, men tekshirib beraman. Sizda qilgan xatoingizni boshqalar ham o'qiganda o'sha xatoni qilishmaydi. Bu yaxshi variant. Ya'ni siz tekshirgandan keyin dars yaxshi bo'lyapti, yo'q. Kamsamnida. Shuning uchun kommentariya deyapman. Masalan, siz E'ni noto'g'ri ishlatdingiz, men to'g'rilayman E'ni. Demak, qolganlar ham buni o'qiydi va kimgadir yana manfaat ulashgan bo'lamiz. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sobul knassoyo. Endi kirdilaringizmi, guys? Qanday savol bor edi. Aha, eshitamiz. Siz hozir bu qanaqa kitob Modern God kitobi. Sigi Modern God kitobi. Bu topik bir uchun. Topik 2, topik 1da sizga bo'lmaydi, do'stim.
tushunarli. Topik asosan menga borlar uchun kirsa bo'layotganda, to'g'rimi? Bu dars nima maqsadda tashkil qilindi? Kitobi erta bir haftadan keyin imtihon, 53 ni yana ham yaxshiroq o'rganishingiz uchun. Chunki 53 ham 30 ball maksimum, bu ham yomon natija ball degani emas. Ya'ni 30 ball degani bu 15 ta ilgi yoki 15 ta titki ishlari degani. Shu maqsadda aynan 53 ni tanladim, yaxshiroq ball olishlaringiz uchun. Как bir hafta qoldi imtihonga yordam sifatida. 51 bering. 51 Ha, 51. 51 ni 10 ta turi bor-da, Lochunbek. Uni bitta darsda tushuntirishim uchun menga 1,5 soatcha vaqt kerak. Bir boshdan qo'shimchalar bilan maydalab. Men yomon ko'raman, shtobi bitta u yoqdan bitta bu yoqdan o'tishdi. Shu sababli ham ataylab boshidan kirdim. Hozir e'tibor qilgan bo'lsalaringiz 53 da ham. Hozir masalan bizlar bir hafta oldin ikki olmoqchimiz. 35-83 tugatganmiz. Topik 2 olmoqchi bo'lsangiz, unda insho turi bo'lmaydi. Shunda masalan bizlar Agar siz davomiy o'qiyman desangiz, kirib bemalol darslarni o'zlashtirsangiz bo'ladi. Bu faqat topik 2 uchun, ya'ni 3-daraja va undan yuqori oladiganlar uchun tushadigan savol turi. Topik 1 da insho bo'lmaydi, faqatgina nima bo'ladi? Titki va ilgi bo'ladi. Shunga masalan topik 1 uchun talablaringiz bormi? Topik 1 uchun faqat titki bilan ilgi bor-ku, boshqa narsa yo'q. Agar men kuni titkini oshirish bo'yicha nariga hafta dars bir hafta qoldi-ku, uni qanaqa yana o'zingiz oshirmoqchisiz? Endi iloji boricha agar mayga ham registratsiya qilgan bo'lsangiz, darsga yozsangiz bo'ladi. Mayga registratsiya qilganmisiz? Registratsiya bo'lgan. Unda yozilib bemalol darsga qatnashsangiz bo'ladi. Unda insho bo'lmaydi 51 nimada, topik 1 da. Demak, yorubun, qayergacha o'tdik? Biz kelib qoldik chingam tejo, ya'ni tushish va o'sishni taqqoslashga kelib qoldik. Ancha narsa o'tdik. Mana shularni hazm qilsalaringiz ham, ya'ni topshirsalaringiz ham bu sizlar uchun plus. Aytyapman-ku, agar men bergan vazifalarni qilsalaringiz, maksimum darajada ko'proq o'quvchilar qiziqish bildirsa, примерно 1-2 kundan keyin, 1 kun emas, 2 kun, chunki ertaga darslarim bor-da o'zimda. O'shandan keyin yana davomini o'tib berishi mumkin. Hammasi sizlarga bog'liq. Tushunarlimi, guys? Bugungi darsimiz tushunarli bo'ldimi? Ha, tushunarli bo'ldi, rahmat. Annyeong hei kesayo, yaxshi qolinglar. Darsga faol qatnashishlaringizni so'raymiz. Annyeong kesayo.